Xo'p, Matiz bor, Nexia 1 bor. Akalarim Labo olmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, mana sizlarga tayyor barterga xo'p, Labo topib qo'ydim. Buni o'zim jiyanimga olib bergandim mashinani. Aytibdi, aka bir Matizga yoki Nexiaga almashtirib bering, barterga bering deyapti. Xo'p dedim, narxini ham zo'r narxga kelishtirib, xudo xohlasa qo'yib qo'yapmiz. 2003-yil Damas Labo qilingan. Bunaqangi Damasda, misol quruq Damasda Labo qilish uchun ham $1700 pul ketadi. Ustodan bemalol so'rab ko'rib olsangiz mumkin. Xo'p, bu mashinani $2950 ga qo'yapmiz. Hammasining hisob kitobi chiqarilgan qadrdonlar. 2003-yil Damas Labo qilingan, dokumentlari chotki, даже tentga ruxsatigacha bor. Xudo xohlasa tadbirkor akalar bo'lsa yoki bir shunaqa bir do'koni bor, magazini bor akalar bo'lsa, rasa kakras tushadi mashina. Nexia 1lari bo'lsa, Dama yoki bo'lmasa Matizlari bo'lsa, barter ham qilinaveradi, ko'rib, kelishib. Xudo xohlasa, kelsa ko'rasizlar, mashinani holatlari, yurish-turishlari, metanga, benzinga o'taydi, chiroyli yuradi. Damazdan qilingan Labo bir qator setrosa ham bo'laveradi, lekin atay minib yursa ham bo'laveradi. Hop, holatlari yaxshi. Chiroyli barlar qo'yilgan, yaxshi nakitkalar taqilgan, motorda xudo xohlasa hadoyda ishi yo'q mashinani. Kuzupida yengillik qartorsa ham bo'laveradi, bunaqangi mayda judalari bor. Bunaqangi grup emas, atak haydab yursa bo'ladi. 2003-yil faqat olgan odam buni оформление qilib olish sharti bilan beriladi. Narx zo'r, bemalol bozorda hamma joyda surishtiringlar, $2950 oxirgi qo'lga tegadigan narxi. Nima qadrdonlar? Talak, podpiska bosib, поддержкада bo'g'irasizlar bo'lmasam.